Siyaset, devlet, komünizm, demokratiya, feminizm, xalqaro munosabat, ulus, millatchilik, irqchilik, devlet, armiya, siyosiy partiyalar, siyosiy tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar. Mayli internetda bo'lsin yoki kundalik hayotimizda bo'lsin, biz eng ko'p mulohaza va munozara qiladigan soha bo'lsa siyosat sohasidir. Ammo siyosat sohasiga aloqador bo'lgan siyosiy atalg'ularning qanchisini biz to'g'ri bilamiz? Bizning siyosiy atalg'ularga bo'lgan dog'ma tushunchimiz yoki xato tushunchimiz boshqalar tomonidan asonlik qaymoqtirishimizga sababchi bo'layotdi. Yoki o'zimiz qilgan mulohazaning xato bo'lishiga, o'zimiz yetgan yakunning xato bo'lishiga sababchi bo'layotdi. Ochil guruhimiz bu boşluğunu to'ldirish maqsadida qirqdan ortiq siyosiy atalg'ularni oddiy va ommabop tilda tushuntirgan qisqa filmlarni ishlab tarqatdik. Atalg'ularning tushuntirishning ilmiy bo'lishiga kafolatlik qilish uchun aloqador sohalardagi akademiklarni taklif qildik. Bu qisqa filmlar guruhimizning Facebook sahifasi va YouTube kanallarida tarqatiladi. Facebook sahifamiz va YouTube kanallarimizga ergashib oling.